Assalomu alaykum obunachilar. Mana navbatdagi darvozamizda Leyla Fayzova. Qayer bu yer? Yoshlik qishlog'iga olib kelib o'rnatdik. Razmerlarimiz 370 ga 4. Har doimgidek 1 lis, 6 ga 4 2 ga 1. Zamonlari bilan ichki taraflarni ko'rsatamiz. Ko'rib ishimizga baho beringlar, tayyorlashinglar. Her taraflama moshniqi mana taylariga armatura profillar qilib berdik. Bu katta darvozasi. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, sizga shu videoni tashlab qo'ying. Obuna bo'lishda to'xtamaymiz, xudo xolasa. Qo'llab-quvvatlab turamiz ustalarni. Katta paydashga qilyapsan, rahmat. Ishonchsiz chiqishga harakat qilamiz, sifatli darvozalar qilib berishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Bu mayda garaji. Shu 35 ga 220 shunday razmerda. Bu ham shu qalin materialdan bo'lgan, ichkariga bitta mayda darvozasini qo'yganmiz. Mana shu nomerlarga telefon qilaverasiz. Biz xizmatingizdamiz. E'tiborlar uchun katta rahmat. Obuna bo'lishni to'xtamaysiz va kommentariy.